Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Google Docs dasturini insert bo'limidagi qisqa bo'lgan video orqali tushuntirib o'tib ketaman. Sizlar bilan To'rjon Erkinov, qani boshladik. Bugun insert qismida, asosiy narsalar insert qismida joylashgan. Image ko'rgandik, table'ni ko'rdik, drawing qismida bizlar chizishimiz mumkin bo'ladi. Geometrik shakllar yoki boshqa bo'lgan shakllarni hosil qilishimiz mumkin. Bu ham oson. Shakllar, mana shapes. Qanaqa shakllar kerak bizga? Farqi yo'q, hammasi shu yerda joylashgan. Xo'sh, mana yaxlit tushuntirib ketaman. Unaqa qiyin narsa emas. Shiftga bosib chizsak, proporsiya o'zgarmaydi. Mana o'sha sariq nuqtalar bizda ham bor hali. Ranglari shu yerdan to'g'rilanadi. Qiyin joyi yo'q. Yozish ichiga yozsak mana yoziladi. 3 burchak. Mana rangi, matn rangi sariq bo'lsin. Bu chetki qismi ekan. Matn rangi belgilaymiz. Bosamiz sariq. Mana uchburchakning chetki ramkasini olib tashlash, bosamiz va transparent qismini bossak olib tashlaydi. Xo'sh, endi biz 10 tugmani bosamiz, bizda edit text bor, change shape, orders, rotate, burish, content on page, horizontally yoki boshqa. Xo'sh, tekst almashtirish shart emas. Bizga nimalar kerak yana? Boshqa narsa birlashtirish, chizishlik, aniq shakllar hosil qilish. Xo'sh, asosan shu narsalar, bu yerda qiyin joyi yo'q. Rasm qo'yish bo'lsa, rasm yuklaymiz. Urul manzil bizda bormikan? Boyagi rasmimiz. Mana endi buni shaklni ichiga olish, ko'raylik shuni, yurak shaklni ichiga olish. Yoki rasmni shakl ko'rinishda qirqish. Rasmni oldim, rasmni endi crop qismiga kiraman, shape qismiga kirib turib joylashtirishim mumkin qirqib. Yurak shaklini ichiga joylashtirsak mana yurak shakl holatda tushdi. Wortman bir xil, o'zgarish joyi yo'q. Endi prosta alohida oynada ishlayapti bunda. Saqlashga bosamiz. Mana biz chizgan narsalar paydo bo'ldi. Общий kadrda. 2 marta bossa yana o'sha drawing qismiga kiradi. Bo'ldi, shart emas bu.